doktor ko'rsatgan joyi 99% bir xil. Men aytdim, ozgina обезболивающий qilaylik. Kasallikni davolagandan ko'ra uni oldini olgan yaxshiroq. Lekin yo'q, qobiliyat yo'q. O'zing biliming past bo'lib, bilimlilar bilan bir yurganing yaxshiroq. Buni boshqarish vrachga bog'liq. Shogirdini berib qo'ygan sezib qolganman. Bemorlarga yetarli, bu doktor. Telefonda gaplashayotganda barmog'ini qo'yib keyin gaplashardi. Qattiqroqni yeyishga ham qo'rqishadi, sim ketadi deb o'ylaydi. Kimyo biologiyani nima uchun o'rganyapsan desa, Muvaffaqiyatga erishish faktori ko'p. sun'iy intellekt. Endi rus tilida искусственный интеллект. Уже dokument topshirdim, Germaniyaga ketaman 2 haftadan keyin. Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Atomika podkastimizda navbatdagi soniga xush kelibsiz. Bu safargi sonimizda, xudo xohlasa, biz hammaga qiziq bo'lgan, hammaga juda ham savollari ko'p, juda ham qiziq bo'lgan soha haqida gaplashamiz. Aynan bu turdagi kasbga deyarli hammani ishi tushgan bo'lishi kerak. Hamma birma-bir yoshdan qat'iy nazar borgan bo'lishi kerak. Aynan tish shifokorligi, ya'ni stomatologlar haqida gaplashamiz va bu safargi sonimizdagi mehmonimiz o'z tajribasini ulashadilar va 15 yillik tajribaga ega stomatolog Sardor Xo'jayev bilan gaplashamiz. Sardor aka, xush kelibsiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Xo'p. Aynan hozirda bizni kuzatuvchilarimizda savol bo'lishi mumkin. Aynan bugungi suhbatimizda o'zi stomatolog ekan, mana shifokor ekan. Aynan kim bilan gaplashamiz degan savolga javob olish uchun o'zingiz haqingizda qisqacha aytib bersangiz. Ismim Sardor Xo'jayev, 15 yillik tajribaga ega stomatologman. 2010-yil eski Toshkentni bitirganmiz. Toshkent stomatologiya instituti bo'lgan paytda o'shani bitirganmiz. Asli o'zi 2000 litseyga kirganman 2002-yil. 2002-yil. Ha. Asli bu sohaga shundan boshlab qo'yaylik. Asli bu sohaga kirib kelishim adam sababchi, dadam stomatolog. Demak, da ota kasbi. Otam yoshligimdan o'sha adam esiz tanigandan bo'ladi, 4-5 yosh. O'shandan beri adam yonlarida yurganimdan bu sohaga anaqam oshganda, muhabbatim oshganda, kumirim adam bo'lgan. Shular yonida o'sha davolaganda, lecheniya qilganda yoki protezirni qilganda yonlarida yurib, uje menda ham shu narsa uyg'ongan. Keyin o'sha maktab paytida insho yozardik, bilsangiz. Yoki anaqalar yozilardi. Men kim bo'laman degan. Mening orzuyimdagi kasbim. Mening orzuyimdagi kasbim degan. Mana o'shandan boshlangan. O'sha paytda yozishni boshlaganman. Men stomatolog, dadamga o'xshash stomatolog bo'laman, o'qishga kiraman. Uje sel bo'lgan, aniq направление bo'lgan, liniya bo'lgan. Dadam shu 9-sinf bitirganimda, o'zi asli Buxorolikman. 9-sinf bitirganimda, ana eski Toshkent litsey bo'lardi. Anaqada, Shampanskiy zavod tarafda. Mana o'sha yoqqa olib kelgan. O'tda imtihon bo'lgan, imtihon topshirganmiz. Demak, sizda o'sha selingiz, ya'ni maqsadingiz boshidan uyg'ongan. Hozirdagi yoshlarimizda ham muammo shuda, ya'ni shifokor bo'laman deydi, lekin qaysi yo'nalish buni sizda juda ham oson kechgan ekan. Shunaqa oson kechgan ekan, shunda dedangizga qarab turib, bo'ldi, men shifokor bo'laman. Yoqqan, ichingizdan mana yongan bo'lsangiz bo'ldi. U ichidan yongan, ichidan xohlab turib bo'lgan kasb menimcha bari boshqacha bo'ladi. Shunaqa 100%. Chunki o'sha sizda boshqa variant bo'lmaydi. U sizni yo'lingiz aniq, o'sha xohishingiz aniq. Masalan, men boshqa kasbni o'zim tasavvur qila olmayman-da. Shuning ichida qaynayman deydi-yu. Ilhom olaman, energiya olaman, shundan aniq qilaman-da o'sha. Aynan menimcha o'zingiz xohlagan, mana siz xohlabsiz, charchash nimaligini bilmaysiz-da. Yo'q. Charchab qilib ketaverasiz, ichki. Yo'q, ertalab turaman, kelaman. Masalan, menda 1 gram nima bo'lmaydiki, ikkilanish bo'lmaydi. O'sha aniq. Masalan, shuni ichida o'sish yana nima? Masalan, doimiy o'sishga men o'sha kun-tun misol aniq qilaman. Harakat qilaman, yengilliklar. Tushunarli. Endi oilangiz haqida gapiraylik. Bu haqida otangiz haqida gapirdingiz. Ya'ni otangiz stomatolog bo'lgan ekanlar, to'g'rimi? Aynan sizni olib kelib qo'ygan paytda, masalan, Toshkentga olib kelib qo'ygan paytda qanaqa qiyinchiliklar bo'lgan o'zi? Qiyin bo'lgan. Tan olaman. Chunki mana Buxorodanman dedingiz, Toshkentga moslashish qanaqa bo'lgan? Mana litseyga kirgansiz, qanday qilib bu etapdan o'tgansiz? Boshida qiyin bo'lgan. Qaysi ma'nodaki, misol uchun o'sha siz 15, 17 yil yashab, misol uchun bitta joyda yashab, ota-onangizdan uzildingiz reski, shunaqa muhitga tushdingizki, men qarindoshimizga kelganmiz birinchi, lekin o'tdan ham chiqib, o'sha kvartirada turishni boshlaganmiz.
bolalar bilan. Litseyga qatnash har kun, boshqa muhit, ota yo'q, ona yo'q, ertalab turganda, misol uchun choyingiz tayyor emas, kiyimlarni o'zingiz qilasiz, uni o'zingizga o'sha xon o'zingizga anaqa alohida bo'lib qolasiz o'sha. Shu period ozgina qiyin bo'lgan. Moshlash qiyin bo'lgan, chunki yosh bo'lganman. Birdan qanaqadir shokuv anaqa bo'lgan, sustain bo'lgan boshida. U ham ko'p emas. Lekin o'zimga o'sha maqsad qo'yganman, ras shu nimada keldimmi, bu yog'iga o'sha qaytmaslik kerak, qancha qiyinchilik bo'lsa ham harakat. Tez moslashga harakat qilganman. Oilada bitta o'zingizmisiz yo akalaringiz? 4 kishi biz. 4 kishi. Ular hammasi doktor bo'lganmi? Yo'q, bittaman. Bitta siz ota kasbga ketgansiz. Oyim ham vrachlar, vrach epidemiolog deydi. SESda ishlaydi. Vrach epidemiolog. To'g'risini aytsam, meni onam ham stomatolog bo'lib, stomatologiyani bitirganlar. Oldin SSR davrida endi o'qiganlar, o'qigan paytlarida oltin medal bilan bitirganlar. Aniq, chunki hozir uyimda ham dadamni kutubxonalari bor. Kutubxonalarda kitoblarni qarasam, stomatologiya anchalik kitoblari bor. Bor. Juda ham ko'p. O'zim ham yoshligimda qiziqib o'qib yuraverganman, qarab yuraverganman. Agar hozirgi soham tanlamaganimda shifokorlik 100% tanlardim. Chunki bu yerdan dadam yoki shu kompyuter sohasini shu tanla yoki shifokor. Shifokor bo'lganda ikkita yo'lim bor edi. Endi kelajak ota-ona bar kelajakni uchun qayg'uradi. Shunaqa. Hamma bar stomatolog keladi, stomatolog yoki bo'lgan derdilar. Yoki neyroxirurg bo'lgan derdilar. Neyroxirurgda aynan juda ham ответственный, ya'ni mas'uliyatli kasb bu. Mas'uliyatli kasb bo'lgandan keyin bu endi mablag' jihatidan qarasangiz ko'proq baribir eng qimmat shifokorlardan bittasi bo'lasan agar neyroxirurgda eng zo'ri bo'lsang turib aytadilar. Yana bitta narsa aytaman, qancha mablag'ga misol uchun eng qimmat usluga bo'lgan bilan shunchalik stressi baland bo'ladi. Xuddi bizda ham shunaqa. Misol uchun hamma o'ylaydi, stomatologiya, stomatologlar ishi bor, hammani olib ketaveradi. Eng anaqada yashaydi deb o'ylaydi, lekin javobgarlik baland birinchidan, ikkinchidan anaqa risk ko'p. Stress zonadan bizda biz har xil odamlar bilan gaplashasiz, har xil psixologiyalik odamlar bilan ularni muammosini hal qilib berasiz. Har xil случайлар bo'ladi. Mana shularni ichga yutasiz. Stress bu yig'ilib boradigan nakopительный narsa hisoblanadi. Qarang, 2002-yilda litseyga kelganman deysiz. Litseyga kelganman. 3 yil litseyda, 2005-yilda demak keyin universitetda. Universitet emas, Toshkent tibbiyot akademiya bo'lgan biza kirgandan keyin. Hozir universitet bo'lib ketdi katta bo'lib. Shunaqa. O'sha paytda 2005-yil Toshkent stomatologiya anaqasiga kirganmiz. U yerda 5 yil o'qiganman. 2010-yilgacha o'qib, 2010-yildan keyin yana magistraturaga kirganman. Magistratura necha yil bo'lgan o'tdi? 2 yil. Yana 2 yil bo'lgan. 2 yil ortopediskiy stomatologiya deydi. Ortoped stomatologiya bo'yicha, ya'ni tish qo'yish bo'yicha 2 yil magistraturani o'qiganman. Hammasini kontraktda o'qiganman. 7 yil. Og'ir bo'lgan. Chunki anaqa, singlim kirgan o'qishga, ukalarim yiqilib yana kirgan. Oilani anaqasi yuki og'irlashganda, mana kontrakt to'lash. Hammada kontrakt bo'lsa, shunaqa bo'lgan. O'sha periodlar qiyin bo'lgancha. Tushunarli. Aynan stomatologiya sohasiga kirdingiz, 7 yil o'qidingiz masalan, to'g'rimi? Umuman 7 yildan keyin birinchi tish davolaganingizni esla olasizmi? Birinchi marta bemor qabul qilganingizni, mana o'zingiz yoki ustoz shogird bo'lgan menimcha baribir. Bo'lgan. Ustozingiz bo'ladi baribir. O'shanaqa paytda birinchi marta odamlarni zillatgan paytingizmi? Bo'lgan. Yaxshi bo'lgan. Institutda o'qib yurganmiz, 3-kursida adashmasam, 3-kursi o'zi. 3-kursi o'zi darslar bo'ladi. Spes, maxsus darslar, misol uchun ortopediya bo'yicha, xirurgiya bo'yicha maxsus, bu уже yana ham sizni uskuylashtirib, yaqinlashtiradi stomatologiya. 2 yil misol uchun общий bo'ladi. Ximiya, biologiyalar yana qaytariladi, bioximiya, mana shu darslar qaytariladi. Chuqurroq o'rgatiladi. Уже odam anatomiyalari o'rgatilib kelib, keyin 3-kursdan uskuylashadi. O'sha paytda ortopediskiy stomatologiyada rahmatli Patxo'la Turg'unch domlamiz bo'lganlar ortopediyadan. Mana shularga men ham ustoz bular, birinchi ustozim Adam bo'lsalar, ikkinchi ustozim bular rahmatli Patxo'la Turg'unch bo'lganlar. Xo'p, ular o'sha qo'rqmasdan, misol yonlarida yurganman-da, endi birdan bermaganlar. Yonlarida yurib, tepalarida turib qilganman-da, darsdan keyin qolganman. Darsdan keyin qolganimda berganlar-da. Qandoq berganlar, men hayron qolganman. Bemor, bilyapman. Yo'q, bemorga aytganlar, bu doktor deganlar. Bu doktor deganlar. Xalatdamiz. Bemorga agar
masalan o'quvchim deb qolsalar o'zingiz davolang deb, chunki menda ham shunaqa bo'lgan, точно menga ham kimdir o'sha shogirdini berib qo'yganini sezib qolganman. Ha. Sezib qolgan paytimda keling oyingiz oching deb qo'ygan paytda ochmayman deganman. Chunki sizni o'sha paytda gaplaridan eshitib qoldim. Endi bittada endi odam bilasiz psixologiyasi bo'ldi yopilib qoladi, bo'ldi ochmayman degan narsa bo'lib qoladi. U paytda o'sha ortopediya deganda birinchi tish qo'ydirgan paytlarim ismlari Shuhrat aka edi menimcha adashmasam. Shuhrat aka. Eski Toshmiyda qo'ydirganmiz? Eski Toshmiyda Shuhrat aka. Ular ham ekanlar, nima deydi? Hamma ko'pchilik tanir ekan u odamni. Shuhrat edi lekin ismlari. Yoshlar kattaroqmi? Yoshlar kattaroq. Ortopediyada bor edilar Shuhrat aka. Ularga qo'ydirganman. Ularning shogirdlari olib kelib turib meni qabul qilmoqchi bo'lgan, "Yo'q" deganman, "Shuhrat akani chaqiringlar" deganman-da. O'shanga sizga qanaqa qilib bo'lgan 1-yil 3-chi kursingizda deb. Menga yaxshi o'tkazganlar-da. Birinchi endi qaysi ma'noda yengilroq ishladim. Misol uchun o'sha 1-2 yopishtirishlar bo'lgan yoki kichikroq koyilani yopib qo'yish yoki ozgina chaqlashlarni berib o'rgatganlar, o'sha qo'lga ushlashlarni. Bemor ham yaxshi anaqa udashni tushib qolgan. Bemor indamagan. Keyin o'sha bemorlarga ham yetarli bu doktor. Keyin u yoqda men magistraturaga kirganman. Misol uchun 4-kursda ham 5-kursda ham yonlarda yurganman. Magistraturaga kirganda ham eng birinchi tajriba juda ham yaxshi o'tgan. Yaxshi bo'lgan. Menimcha baribir shifokorni nima deydi yo'liga ham hamma narsa ta'sir qiladigan birinchi bor tajribasi ham bo'ladi baribir. Birinchi tajribasi agar yaxshi o'tmay qolsa, yana moslashish juda ham qiynashib ketaveradi deb. Endi bu narsagacha ustozni o'rni katta. Ustoz, o'sha rahmatli ustozimiz juda ham gрамотный odam edilar. Fatqilakam joylar jannatda bo'lsin. Shunaqangi o'rgatardilarki, qaysi qo'lda zerikla ushlash, bemorga qanaqa gaplashish, qanaqa qilish detalniyda boshda o'rgatib tayyorlab keyin qo'yardilar-da. O'shanda ham plan o'tkazganga ham sabab ustozim deb bilaman-da. Bemor ham jalba qilmagan. Misol uchun men sal nima qilayotganimni tepamda turib qarab, to'g'rilab turganlar. Ish o'shanda men uverенность oshganda odamga. Misol uchun agar o'sha paytda o'zida ustozingiz noto'g'ri bo'ldi. Srazi bolada anaqa o'ladi, motivatsiya, qo'rqish paydo bo'ladi, fobiya, qo'l qaltirab, уже misol uchun уже boshqa yaqinlagisiz kelmaydi. Misol xuddi mashina haydaganingizda ham birdan anaqa bo'lib qolsangiz, o'shanga o'rinlar juda katta bo'lgan. Juda ham yaxshi. Hozirgi ishingiz paytidagi eng lahzali paytlar haqida gapiraylik. Masalan, hamma ishda o'zini eng shirin paytlari bo'ladi. Eng asl zo'r paytlari bo'ladi. Sizda mana ishingizda ilhomlantiradigan, ertalabdan ishga mana davay bor tur o'rningdan, davay ishga ket, nima deydi, shunaqa deydigan motivatsiyangiz nima? Mana qarang, misol uchun ish taqasiz, biz hamma ish qilamiz-da, qaysi ma'noda? Implant ekaman, vener qo'yamiz, katta ishlar qilamiz-da. Mana o'shalarni odamga chiroyli yarashib, zo'r chiqishi, implantlarni bitishi, o'sha kun kelib turib tishsiz bo'lgan odam 2-3 kunda tishli bo'lib ketishi, baraka topgin deb bitta duo qilishi, u boshqa narsa. U ko'pchilik ham pul yo'q. U pul maza bermaydi. Misol uchun asosiy narsa odamlar roziligida, ko'ziga qarab tursangiz-chi, yarashgan, chaynashni boshlab, bolam baraka top bitta duo qilib yorsa-chi, keyin boshqa narsa-da. Baraka ko'payib. Baraka o'zi avtomatik anaqa qilaveradi. Sel boshqa narsa bo'lishi kerak. Maqsadchi, yaxshilik ulashish, yana ham o'sish, yengilroq qilish, osonroq qilish, tezroq qilish, sifatli qilish. Endi juda ham to'g'ri narsani aytdingiz, chunki hozirda to'g'ri mana menda ham, masalan, stomatolog deganida odam 30 ta tishi bor-ku, 30 ta tishini, demak, klientlari tugamaydi baribir. Keyinchalik masalan, baribir odamlar nimadir tishlari yomon bo'lib ketsa ham, baribir bundan buyog'iga baribir yomon bo'lishni boshlaydi baribir, chunki mana zararli anaqa ko'payib ketgan. Ichimliklar bor. U anaqalar bor, shirinliklarni yeb qo'yishadi, uni orqasidan fast foodlarni ko'payib ketdi. Xuddi shunaqa narsa. Aynan shu mavzuga men sekin olib kelmoqchiman o'zi. Nimaga oldin mana stomatologiyada bemorlar kam edi, hozir juda ham ko'p. Aytaymi bitta narsani? Mana oxirgi tendensiyalar yengil uglevodlar bilan bog'liqda. Odamlarning yeyish tarzi tezlashib ketdi, fast foodlar, zararli ichimliklar ko'payib ketdi, energetiklar. U fast food deysiz nima anaqa? Ovqat-ku baribir, u nima? Yengil uglevod. U yopishadi emalga. Emalga yopishadi. Emalga yopishgan uglevod bu og'izdagi mikroblar bor. Stafilokoklar bor, streptokoklar, misol stafilokok aureuslar bor. U nima qiladi? O'sha yopishgan uglevodlarni yeydi. Yegandan keyin o'zidan kislota chiqaradi.
u kislota Emali emali yemiradi, bo'ldi, darvoza ochildi. Og'izda 500 xil mikrob bor. U yerda qancha provotsировать qilib qo'yar ekanda, endi boshlab qo'yar ekan endi. Birinchisi bu. Ikkinchisi yumshoqqa o'tib ketdi hamma. Yumshoq ovqatlanishga. Eslaysizlarmi? Shu gapga yomon ko'p gap keladi. Yoshlikda suv g'ajish kerak deyishadi. Yoshlikda misol uchun kireshkalar, misol uchun qattiqroq nonli, misol uchun kireshka qaysi ma'noda ximik обработанный emas, tabiiy qilib berishardi. Nonni qotirib qo'yib, quyosh qo'yib suxari qilib, mana shunaqalarda. Keyin suvlar hozirda nima bo'ldi? Shirinlik ko'payib ketdi. Karamellar, laym, har xil aniqli yopishqoq narsalar ko'payib ketdi. Yopishadigan narsani ko'p yeganingizdan keyincha u tishdan yuvilmasa, bo'ldi, u ancha payt mikroblarga yaxshi aniqada ovqatlanadigan narsa. Mayli, hozir tendensiya shunaqa ekan, odamlar yeydi deylik. Hamma narsa qildi, mana ichimliklarni ichdi masalan, yeydi deylik. Mayli, ichimliklarni ichmasa ham suv ichdi deylik-da. Lekin baribir ovqatlanishda baribir qolib ketadi. Tavsiyalaringiz qanaqa bo'lmasa, mana shunaqa nima deydi, tish tozalab yurish kerak deysiz masalan, to'g'ri? Mana o'sha uchinchisi o'shanga olib kelyaptdim-da. To'g'ri tozalash. Misol uchun hamma tish yuvadi. Kategoriya hamma yuvadi, lekin sifat yo'q. Misol uchun 2 minut yuvish kerak. To'g'ri texnikada yuvish kerak. To'g'ri texnikasini kim? Hamma chapdan o'ngga gorizontal yuvadi. 2 minut deganingiz 2 minut mana qilib turish emas, uni texnikalari bilan yuvish kerak. Texnikasi bor-da, pastdan tepaga supuruvchi harakat, kurgoy harakat, shular bilan bitta har bitta tishi. Ne to'g'ri oldi taraf fasad misol, oldida emas, til tarafini ham, ichki tarafini ham, yon tarafini ham hamma. Misol faqat shotgan o'zi bilan chegaralanmaydi hozir. Chunki anaqalar ko'paygandan keyin nitlar bor, irrigatorlar bor, spesialniy monopuchok degan narsalar chiqqan. Chayadigan narsalar-chi? Конечно, chayadigan narsalar обязательно, misol uchun oddiy ramashkadan tortib antiseptik rastvorlar bor. Mana shularga o'tgandan keyin yaxshi uxudlarni, keyin yaxshi to'g'ri ovqatlanish tashkil qilgandan keyin mevalarni, ovushlarni ko'proq yegandan keyin yaxshi tozalanadi. Qattiqroq narsa yeganingizdan keyinchi tish o'zi avtomat tozalanadi, yaxshi. Avtomat. Men bilaman, o'zimdan sezaman, qanaqa olmani yeganingizdan keyin borib tishingiz qanaqadir top-toza bo'lib qolgan bo'ladi-ku. Mana sababini aytaymi? Chunki olma ham qattiqroq narsa-da. Unda bor, ani kislotasi ham bor-u, yaxshi silliq tozalaydi. Polirovka qiladi. Shunaqa deb o'ylayman. Polirovka qiladi. Chaynagan saringiz og'izda suvli ko'paytiradi. Suvli ko'paygandan keyin u avtomatik yuviladi. Qoldiqlar yuviladi. Toza bo'ladi. Endi sababi shundami? Endi qarang, oldin odamlarda kasallik kam bo'lgan masalan. Juda ham ikkita primerim bor. Ikkita misolim bor. Birinchisi, uzoq ketmaymiz, o'zimni dadam. Tak. O'zimni dadamda hozirgacha bitta dona plombalari bor. Bitta tishlarini olib tashlagan. Tak. Qolgan hamma tishlar o'ziniki soppa-sog'. Ratsionlar qanaqa bo'lgan? Ratsionlar hozir qanaqa? Endi hozir почти har kuni ro'za tutadilar. Unaqa fast food umuman yo'q, napitka umuman yo'q. Choy ham yo'q hatto. Choyni ham atkazib qo'yganlar, faqat suv sog'lom turmush. To'ppa-to'g'ri shunaqa sport, hamma narsa ketadi. Va mana hamma tishlari soppa-sog'. Endi yana bitta odamni aytaman, bu ammamni turmush o'rtoqlari 32 ta tishlaridan 32-chisi bitta aql tishlari yarmigacha ham chiqib qolgan, hammasi oxirigacha ham chiqqan. Bittasida ham plomba yo'q. Anaqa nima deydi, umuman muammosi umuman bo'lmagan. Shunda tishlarga ko'rsa, tekis hammasi zo'r. Nima qilgansiz, nimani qilasiz deb tursam, yo'q, hech narsa, shu gigiyena qilib yuraman. Keyin o'ylab qarasam, biz endi o'zimiz Andijondan bo'lganimiz uchun Andijonda endi ko'p osh yeyiladi, o'qilinadi. Bizni oshimizda, dasturxonimizda suvi shunaqangi tozalanadi, umuman go'sht qolmaydi. Aynan o'sha odam o'sha suvini shunaqangi tozalaydilar. Ular aytadilar, masalan, suvini tozalaganda nima? Faqatgina go'shtlar emas, aynan suvlarini, xuddi shu ichida kosmos deydi, iliklarini yeganda aynan tish yaxshi qattiq narsani tishlab yaxshilab trenirovka qiladi deydimi? Trenirovka qilgandan keyin u tish kasal bo'lmaydi u narsa deb aytadilar. Hozirda qarasangiz suv yeydiganlar juda ham kam. Qattiqroq yeyishga ham qo'rqishadi, tish sinib ketadi deb o'ylaydi. Shunaqa. Qancha siz tish avaylab borsangiz, o'sha tish o'zi suyakda turadi-da. Suyakda просто tak turmaydi tish. Ani boylamlari bor-da. Xuddi biz o'zimiz trenirovka qilamiz-ku. Qattiqroq narsa yeyilsa, o'sha qattiqroq turadi. Atrofdagi periodont deydi, svязкалар yana ham yaxshi, yana ham qattiq mustahkam ushlaydi. Bo'sh bo'lmaydi, qimillab qolmaydi-da. Shu yoshlikdan to'g'ri ovqatlanib, to'g'ri yuvib,
to'g'ri mahsulotlarni yesa minerallarni yeb misol uchun vitaminlar mineralga boy молочный produktlar qo'shimcha narsalar yeb yurilsa u to'yinadi tish. Mana hozirgilar men kuzataman 5 yosh 6 yosh qizlar bolalarga misol uchun ota-onalar o'sha 5-6 yosh chips, kola, fanta. Men urushyapman-da, misol bermanglar. Endi chiqqan tish mana endi hali to'yinmagan emal konkret atakaga uchrayapti-da. Bilmaydi keyin emal tez yemirilib o'pirilib ketadi. Mana yoshim olib kelishadi 12-13 yosh qizlar tishlar уже 10-12 ta tishlar ochilib ketgan. Yig'lab o'tirishadi ota-onasi. Sababini so'rasam, yig'laydi, o'sha yoshligidan kola beramiz, fanta beramiz, nimadir beramiz. Men kampit deb berib qo'ydim. Karamellar berishib, iriskalar berib yurishadi. Вообще yoshi noto'g'ri. Endi hozirgi mana kuzatuvchilarimizga tavsiyangiz nima endi? Umumiy tavsiyangiz mana tishlarni yaxshilab mana stomatolog sifatida tishlarni nima deydi, sog'lom ushlab turish uchun qanaqa aynan tavsiyalaringiz bor? Birinchisi tishni yaxshi yuvish kerak. Texnikasi bilan 2 mahal yuvish kerak. Ovqatdan keyin, oldin emas, keyin. Mana ertalab turdi yuvindi, zavtrak qildi, nonushta qildi, tishini yuvish kerak. To'g'ri texnika bilan 2 minut. Oralari bilan. Bo'ldi, chiqib ketdi. Obedda yedimi, obedda choy yorsin. Kechqurun keldi, ujin qildi. Kechqurunga. Tishini yuvib keyin uxlasin. Mana tishini yuvmasdan uxlaydi, ertalabgacha u 10 soat, misol 8 soat mikroblar polni yegan ovqat qoldiqlarini narishi. Bu birinchisi. Birinchi maslahat. Ikkinchisi 2 mahal, misol yiliga 2 marta stomatologga kelish kerak. Bu profilaktika. Конечно, profilaktika. Keladi, nima qiladi? Ular tekshiradi stomatolog. Skriti, misol uchun, yashirin kariyesi bormi? Qo'shimcha tishlarda toshlar ko'payganmi? Milklari yomonmi? Koyilari bormi? Eski plombalar yaxshi emasmi? Almashtirish kerak. Mana shunda tishlar saqlab qolinadi-da. Maksimalni yoki u yozib beradi. Siz endokrinologga boring. Mana sizda nimadirlar boshlanyapti. Qo'shimcha svязь bilan ishlanadi-da, kollegialniy. Ana shunda ishoning ko'pchiligi tishi ancha muddatga yetadi. Profilaktika qilish. Profilaktika. Uchinchisi to'g'ri ovqatlanish. To'g'ri ovqatlanish. Bo'ldi, yetadi. Gazli ichimlik, shirinliklar. Tishga zarar. Yo'q demasa ham kamaytirish kerak baribir, kam. Endi olib tashlasa juda ham zo'ru. Hozirda endi maksimalni kamaytirib, o'sha zararli narsalarni yegandan keyin choy yuborish kerak. Misol uchun nimasini qilish kerak-da, o'shani ta'sirini kamaytirish kerak. Shunda anchaga yetadi tishlar. Mana siz aytdingiz-ku, 13-12 yoshli bemorlar olib kelishadi. Siz endi o'zingiz aytdingiz, har kuni stress. 100% har kuni stress bo'ladi. Odamlar, klientlar juda ham patsientlar juda ham har xil bo'ladi. Bittasi yoshi kattaroq bo'ladi, okey deydi, yaxshi o'tirib beradi. Ana, bu yaxshi. Yosh bolalar kelib qoladi yoki og'riqqa juda ham sezuvchi odamlar kelib qoladi yo stomatologdan qo'rqadigan odamlar kelib qoladi. Bor, juda ko'p. Juda fobiyasi bo'ladi endi. Mana shunaqa vaziyatda siz qanaqa yo'l tutasiz? Qanaqa bu to'siqlardan o'tasiz? Endi biz уже 15 yildan beri ishlaganimizdan keyin gap ochiq psixolog bo'lib ketasiz. Psixologiyani ishlatasiz. Qaysi ma'noda? Ishontira olishingiz kerak. Ishontirish uchun o'zingiz o'sha ishni qilib bilishingiz kerak. Mana stomatolog sifatida, vrach sifatida shu ishlarni qilib bilishingiz kerak, shunga rezultat bera olishingiz kerak, harakat qilishingiz kerak. Shundagina sizga ishonadi. Ishontira olganingizdan keyin oldingi keyslarni ko'rsatasiz, qilgan ishlaringizni ko'rsatasiz yoki o'sha ular ham o'z-o'zidan kelib qolmaydi. Sarafon radio orqali misol uchun qarindoshiga qilgansizda, lekin juda qo'rqadi baribir ham. Tinchlantirasiz. Tinchlantirib, birinchi sekin og'riqsiz boshlasangiz, sizga sekin davriya boshlanadi. Eng asosiysi og'riq bo'lsa kerak. O'sha narsani o'tkazib olasiz birinchi. Yengilroq ishlarni qilib sekin kiritib olganingizdan keyin bemalol ishlarni qilaverasiz. Gaplashish kerak, odam bilan gap ochiq. Birinchi o'rinda suhbatini olish kerak, gaplashib, og'riqlarni o'rganish kerak. Kelgandan keyin sразу o'tiring, davay, boshlaymizmi? Yo'q. Suhbatlashib, misol uchun o'sha kuni qilmasangiz, keyingi kun qilasiz, misol uchun yoki boshqa zapiska yoziladi. Birinchi sizga kelgan konsultatsiya osmotrda suhbatlashasiz. Ko'rasiz, muammolarni o'rganasiz, rentgenlarni, fotoprotokollar deydi bizda misol uchun, hammasini qilib, uni muammolarni ko'rsatib, birinchi kun hech narsa qilmasangiz ham bo'ladi. Psixologik tayyorlab olasiz. Psixologik tayyor, yaqinlashtirasiz. Kresloga o'tkazasiz, ko'rasiz, osmotr qilasiz. Bo'ldi. Keyingi vizitga yozasiz. Mana keyingi vizitdan sekin yengilroq ishlardan boshlab, ishonchiga kirib borasiz. Asosiysi og'riq bermasdan sekin-sekin. Eng muhim narsa, psixologiyada qolib ketadigan narsa. Og'riqsiz maksimal harakat qilish kerak. Endi bir xilda og'riq bo'lishi mumkin, lekin o'sha tushuntirib,
ketma-ketlikda qilsangiz ishonch ortib boradi. O'sha og'riqni sanashtiruvchi ukollarni qanaqa ijobiy emas, Salbiymi? salbiy ta'siri bormi o'zi? Ko'p, masalan, ko'p ba'zigilar masalan aynan shundan qo'rqishi mumkin. Menga yomon ta'sir qilib qolishi mumkin, u qilishi mumkin. Shuni qo'rqishi mumkin. Sizga kelgan bemorlar bo'lganmi? Qanaqa? Yo, menga anaqa og'riq sizlantiruvchi ukol qilmagan, men o'zim chidab beraman, davay bos degan bemorlar kelgan. Yaqinda keldi bitta, hayron qoldim. Germaniyadan. Bitta tanishimiz olib keldi, turist kelgan ekan, tur firmasi bor. Kovayg bor, eski o'sha qo'ygan plombasi Germaniyaga tushib ketgan. Men aytdim, ozgina обезболивающий qilaylik, og'riqsizlantiruvchi o'sha desam, yo'q, kerak emas dedi. Chidayman dedi. Chidayman dedi. O'zi na samом деле kichkina edi koy. Kichkina edi. Men sekin noziklik bilan tozaladik-da, o'sha qo'yib berdik. Bemalol o'tirdi. Sekin qilganingiz anu nuqtasi bo'ladi. Tip ketib qolsangiz, yo'q, u nervga chuqurroq bo'lsa. Chuqurroq bo'lsa, yuza o'rta bo'lsa, juda ham nozik ishlasangiz, shunda ko'proq anaqa bo'lmaydi, muammo bo'lmaydi. Sezuvchanlik ham anaqa bo'lmaydi. Endi yana bitta narsa bor, порог чувствительности deydi bizda. Har xil odam har xil. Kimdadir раздраженный, yoshligidan o'sha ko'p обезболивающий yoki narkozlar olgan bo'lishi mumkin, boshqa olgan bo'lishi mumkin. Sezuvchanlik baland. Juda ham baland. Ular bilan boshqacha ishlanadi-da. Bir xilda o'sha narsa past. Порог чувствительности past. Menda bo'lgan bemorlar ko'p. Qaysi ma'noda? O'sha обезболивающий qilmasdan ham qilsangiz ham bemalol o'tirishadi. Bemalol o'tiradi. Endi uni ham o'zining texnikasi bor-da. Siz уже bilasizki, qaysi zonada sezadi, qaysi zonada sezmaydi. Masalan, tishda ham har xil zonalar, emal, dentin уже chuqurlashib boraveradi. O'sha безопасный zonalarda ishlasangizgina og'riq bo'lmaydi. Lekin bar undan o'tsangiz, bar og'riq bo'ladi, hamma og'riq bo'ladi. Biz uni aytamiz-da. O'shanaqa bemorlar bilan ishlab ancha opitimiz bor. Endi kasbiy hayotingizda shuncha bemorlar bilan ishlagansiz, aynan qanaqadir joyda sizga bitta narsa saboq bo'lib qolganda, asosiy saboq bo'lgan, o'sha joyi bormi? Hozirgi mana kuzatuvchilarimiz agar kimdir stomatolog bo'lmoqchi bo'lsa, o'shanaqa narsani sizdan eshitib olsa, shu narsani bormi? Albatta bor. Ko'p-deng. Ko'p. Bu yillar davomida keladi. Tajribalar asosida keladi. Qaysi ma'noda? Misol uchun ishingiz birinchi boshlagan davrlarda siz hali yoshsiz, tajribasizsiz, o'rgangan narsangiz ko'p. Hozir ham bizda shunaqa. Misol uchun o'rgangan narsamiz juda ko'p. Lekin o'sha определённый tajriba olingan. Nima maslahat berardim? Nima xohlashini oldindan bilish kerak o'sha stomatolog bo'lgan bolalar. Qaysi yo'nalishda? Stomatolog demak yo'nalishlari ham har xil ko'p. Xuddi shunaqa. Bizda yo'nalish ko'p. Davolovchi, tish qo'yuvchi, ortoped, xirurg, tish yasovchi ham bor. Yo'q, ular texnik alohida. Ular alohida. Bizda ko'proq oliy ma'lumotlilarda o'sha davolovchi, terapevt, ortoped, ortodont, xirurg, bolalar stomatologi, mana shunaqa. Demak, bolalar bilan kattalar alohida. Mana misol uchun uni birinchi tanlab olish kerak. Keyin o'sha bemorlar bilan munosabatda sifatga harakat qilish kerak. Misol uchun bemorni izidan ketma-ket, misol uchun time nimaga amal qilmasdan sal chalaroq qilib qoldirib, keyingisiga o'tib ketib, yana qo'shimcha muammolarni oldini olish uchun bemorlari yozilib qo'ygan bo'lsa, o'sha bemorga ulgurib qolaman deb turib, masalan, tez qilmasdan oxirigacha qilib shoshmasdan birinchi nimada tajriba oshgan sari o'sha vaqtni taqsimlashni ham o'rganib oladi. Fokusini ham, eng samimiy nimasi o'qishda to'xtamaslik kerak. Mana bitta joyda to'xtab qotib qolish kerak emas. Shu men uchun ideal degan narsa yo'q. Yana o'rganasiz shu. Nimani boshida shu narsalarni to'xtatmas kerak. Oxirigacha o'zi. Lekin maslahatim birinchi boshlayotgan stomatologlar bilish kerak nimaga borayotganini. Pul bo'lmasa kerak, birinchi maqsad. Pul bo'lmasa kerak, sifat bo'lish kerak. Shuni o'stirib borish uchun yurish kerak. Ko'rib olish kerak kelajagini. Tushunarli. Qarang, bitta endi mif deyiladi o'zi. Bittaki qanaqadir afsona deyiladimi? Qanaqadir odamlarda o'zim ham Instagramda ko'p ko'rib qo'ygan bu narsani. Ba'zilar stomatologlardan ham so'rab ko'rganman, lekin aynan sizning fikringizni bilmoqchiman. Aynan implantlar haqida. Siz implant qo'yaman dedingiz baribir, to'g'rimi? Asosan implant qo'yaman. Implant qo'yganida u
sheriklari yonidagi tishlarni ham birgalikda olib ketaveradi, yana hammasi implant bo'lib ketib qoladi degan narsa bor. O'sha qanchalik gap to'g'ri yoki noto'g'ri bu narsa? Mif bu. 100%. Demak, bitta tish qo'ysa, bo'ldi, u joyida qotadi, ustiga qo'yib ketaversa bo'ladi. Demak, zarari unaqa qanaqasi? Qarang, sababini aytaman. Implant tish yo'q joyga qo'yiladi. Masalan, siz tishingizni 10 yil oldin oldirganmisiz, 6 oymi, 3 oymi oldin ildizi bilan olib tashlagandan keyin. Ildizi bilan, tegi bilan. Uje yo'q, tish yo'q. Bo'ldi, milk qopladi ustini, o'sha joyda pustoy, tish yo'q. Mana o'sha joyga qo'yiladigan narsa implant. Xuddi o'z tishingizni ildiz qismini prototipi. Kichkinagina shurup, oddiy tilda aytganda. Mana o'shani qo'yiladi, uni ustiga tish qo'yiladi. U naborot yonidagi tishlarni yotib qolishini, qiyshayib qolishini, tepadagi tishlar o'smasligini naborot oldini oladi u. U yonidagi tishlar olib ketmaydi, naborot ularning sog'ligi uchun bu turaveradi. Implant turadi. Shu joyiga uzr gapingiz bo'ldim. Ikkinchi gapi ham bor. Xuddi shularda endi qanaqa taraf bor? Agar xuddi siz aytganingizdek tish yo'q bo'lsa, tepadagi tish pastga qarab yana o'sishni boshlaydi. Unisi tushib ketib qolishi mumkin. U tushib ketib qolsa, yana yorilib anaqa bu yoqqa keladi. Ular yana ishdan ketib turib, hammasi yana yomon bo'ladi. Shuning uchun ham tish agar tegi bilan ham yo'q bo'lgan bo'lsa, siz aytganingizdek yana tegidan yana qo'yish kerak bu narsani. Bu hammasini sog'ligi uchun degan narsa ham bor bo'lsa. Xuddi shu gapirgan mifimga teskari narsa. To'g'rimi? Yo'q, qarang, o'sha narsa boya aytgan narsam yo'qmi, sirazi qo'yish kerak deyish kerak. Mana tishing oldirding, o'sha momentda qo'y, iloji bo'lsa. Yomon bo'lib ketgan tish уже asrab bo'lmaydimi? Olishga pokazaniyami? Olding qo'yding, bo'ldi. Misol implant qo'yishga qarshi ko'rsatma bo'lmasa, darhol qo'yish kerak implant. Men 99% qo'yaman, agar shuni qarshi ko'rsatma bo'lmasa. Sababini aytdim hozir. Ikkita yon tishi qiyshayib ketmaydi, yonda karislar bo'lmaydi, tepa tish o'smaydi. Xuddi domino effektda. Soldatlarning o'rtasidan bittasini olsangiz, xuddi shunaqa bir-biriga tayanib turadigan tish, shunaqa qator shunaqada. Qatordan xato bo'lmasligi uchun sraz to'ldirish kerak. Qolgan narsa qancha vaqt ketadi bitta implant qo'yishga? 15-20 minut. Yo'q, masalan, o'zining etaplari bor, birinchi. Ha, mana implant o'zi bitta implant qo'yishingiz 20 minutdir, yarim soatdir bitta implant qo'yishingiz. Uni ustiga tish qo'yishingiz 2 oydan keyin qo'yiladi. 2 oy ichida u birikadi. Osteointegratsiya deydi bizda. Suyakka birikadi. Suyakka birikish kerak, milklar bitishi kerak. Shunaqa etaplardan o'tgandan keyin oxirgi finalniy etapda bo'ldi, ustiga koronka qo'yiladi doimiy. U qanchalik kuchli bo'ladi u tishi? Juda kuchli implant. Implantni kuchi birinchidan u tolalar bo'lmagan uchun sezmaydi. Tabiiy tishda misol uchun kuchi bosimni sezadi, qaytaradi misol uchun. Implantda u narsa yo'q. U inertni, qattiq suyakka anaqaga o'xshab tabiiy bitib ketadi. Suyak unga kirib bitadi, chunki implantga kirib bitadi. Juda mustahkam narsa, umr oxirigacha turadi. To'g'ri qo'yilgan tish bilan. Tepasiga shu koronkasi har xil bo'ladi. Keramika, sirkon, shunaqa har xillarini qo'ysa bo'ladi. U o'ziga qarab turib qo'yiladi. O'rtacha narxi qanaqa implant qo'yish? Aytaverish kerakmi? Aytavering. Kerak bo'lsa olib tashlaymiz bu joyni. O'zimga qiziqdi. Qarang, implantga sirkonni qo'yish maslahat beramiz. Sababi adenochniklarda bo'lsa, bir donalikda polironli sirkonlar har doim yaxshi yopishadi milkka. Milk unga yaxshi yopishadi naborotiga-da. Shuning uchun mana o'zi tishingiz suyakda turibdi, milkda yopish turibdi-ku. Tabiiy sizda himoya bor. Implantni ham xuddi shu narsa qilish uchun o'sha sirkon qo'ysangiz yaxshi yopishadi-da. Infeksiya kirishi, qo'shimcha qanaqadir muammolar bo'lishi oldin oladi. Misol uchun implantni o'zi bizda 250 dan boshlanadi. O'rtacha bozordagi narxi qanaqa o'zi? Shunaqa 250 dan o'zi. Shu 250 dan boshlanib ketdi, 8000 gacha bor bir dona implant narxi. Endi o'zimning tajribamdan kelib chiqib aytaman. Endi ozgina tishlar bilan muammo bo'lganligi uchun o'zimda masalan implantim yo'q. Yaxshi. Lekin sirkonlarim ko'p. Sirkonlarim hozir hisoblab ko'rsam 7 ta sirkonim bor ekan. Sirkonni qo'yishga pokazaniya bo'lgan sizga, sababi tishlaringiz koyi bo'lib, misol uchun plombalar ko'payib ketgandan keyin tishi saqlab qolib, yorilib ketib implantga aylanmasligi uchun sirkon qo'yilgan. Shunaqa. Devorlari o'sha yo'q. Ildizi yaxshi, devorlari yo'q ketgandan keyin, yo'g'undan ko'ra shu shtift deydimi? Temirini qo'yib, temiridan keyin. Shtift qo'yilgan, metallistik shtift qo'yib, ustiga keyin sirkon qo'yilgan. Zo'r. Muammo yo'q. O'zim tishimda turadi. Necha yil bo'ldi? Eng anaqasi shu Shuhratiga qo'yib berganim oldindagi tishim bor. Tasavvur qilsangiz, vaqtida bo'lgan bu narsa ham 29 avgustda bo'lgan.
2 sentyabrda o'qishga chiqishim kerak edi. Demak, ishim yo'q. Gapirsam, to'g'risi tili chuchula bo'lib qoladi-yu. Xuddi shunaqa gapirishni boshlaganman. Sababi talaffuzga ta'sir qiladi. Xuddi shunaqa. F, C, T anaqa. Xuddi shunaqa bo'lib qolganman. Telefonda gaplashayotganda barmog'im qo'yib keyin gaplashardim. O'shuning uchun ham tez bo'lishimiz kerak desa, o'sha qarasa, ildizi qolib ketgan ekan, usti tushib ketgan. Chunki nervni olib tashlagan edi o'chishimni. Sabab shunda. Hamma narsaning sababi mana shu ko'pchilik yuradi-ku, oxirigacha yurishadi. Tushuntirish kerak shularga. Nerv olinadimi? Bu nerv olingandan keyin o'lik tish, qurigan daraxtdek sinadi. Sindimi? Mana sirkon, koronka aylanadi. Keyingi etap bilasizmi nima? Bular ham shunaqa. Keyingi etap oxirgi anaqa stansiya implant. Shunda anaqa joyidan, shu milk joyidan ketgan, lekin ildizi qolgan. Yo'q, sразу aniq qilsa bo'lar ekan, buni ildizini ochib tashlab turib bitta o'sha. Udashni singanda sizda. Udashni tushgan. Agar uni har xil sinadi. Kundalangiz sinib ketsa tishingiz bilan olinadi. Yo'q, shunaqa joylar. Ha, yashang. Nerv olinganda noto'g'ri tishlasangiz, noto'g'ri harakat qilib, misol uchun qilsangiz, bir xilda kundalangan mana bunaqasiga, tikkalasiga yoki bo'ylamasiga treshina tushsa, bo'ldi, ikkiga yorilib tish olinadi. Demak, ildizi bilan birgalikda ketib qoladi joylari. Уже shtifdan hech narsa qo'ymaysiz, faqat implant qo'yasiz. Yoki ikkita tish aralab most qo'yiladi. Most qanaqa maslahat berasizmi, bermaysizmi? Bermayman. Umuman bermayman. Ikkita tishi charxlash kerak bo'lib qoladi, to'g'rimi? Bunga biriktirish kerak, ikkita buni nagruzkasi bunga tushadigan bo'lib qoladi, 2 barobar nagruz ko'payib ketib qoladi, to'g'rimi? Shunaqa joylari bor. Bundan tashqari o'sha qolgan ikkita tish ham ketadi. Misol uchun bitta narsa bor, chaqlangan emal hech qachon qaytib tiklanmaydi. Mana bitta chaqlandimi, bo'ldi, tiklanmaydi. Plombalar bor, plomba ham aniq qilmaydimi? Emalda kuch bermaydimi hech qanaqa? Yo'q. Bar tabiiy narsa tabiiy. Emalli kuchi juda qattiq narsa emal. Emalda hech narsa yo'q qattiqlikda. Plombalar. Shunaqa deysiz-ku, gazirovkalar qarang, bittada olib tashlar ekanda shu narsa. Bittada emas, yig'ilib. Lekin bitta narsa bor, misol uchun ko'pchilikda emal qalinligi ham irsiy o'tadi. Irsiy o'tadi, mana tishlarning formalari, emal qalinligi, qattiqligi, zichligi hammasi o'tadi. Genetika. Bir xil 10 mahal tushadi. 10 mahal tushadi, yaxshi yuvadi, boshqa qiladi, genetika yaxshi bo'lmagan hisobiga ketadi. Bu hamma narsa bir-biriga bog'liqda. Mana vitamin D ni so'rilishi, tishlardagi to'yinish, fosforlarga, kalsiyga to'yinish, yeydigan ovqatlari hammasi bir yig'ilib, keyin oxirida bitta naqa chiqadi. Sahrin diabetlar yomon, misol uchun. Qanchalik zararli odatlar yomon. Tushunarli. Umumiy qilib aytganda, o'zi masalan, siz kelgan bemorlarni, hozirda kelgan bemorlarni turlari bor baribir, to'g'rimi? Aynan ko'p kelayotgan, hozirgi davrda ko'p kelayotgan bemorlar qanaqa bemorlar ko'p kelyapti sizga? Men implant qo'yganim uchun tishsizlar. Sizda keladi, implant qo'yishga keladi. Chunki implant juda ko'p har kun qo'yamiz. Shu uchun bizda asosiy muammo tishsizlik. Yoki eski protezlar yaroqsiz bo'lib qolgan, o'sha mana shuni qo'ydirgan, mostlar qo'ydirgan 5 yil, 10 yil oldin keramikalar. U ham qanaqa qo'yilgan? Bekordan emas-da. Misol uchun nerv oldirib tashaldimi, sindimi, vrach majbur bo'ladi, ularni tiklaydi, ustiga qoplama qo'yadi. To'g'ri. Uni ham operasion vaqti bor, timing. 5 yil, 7 yil, 10 yildir. Bizda yana bitta narsa bor, har 6 oyda bormaydi ko'pchilik. Mana shu narsada bo'layman. Mana shu narsada yutqizishadi. Misol uchun implant qo'ydik, men ham aytaman, har 6 oyda kelib ko'rsating boshida. Keyin o'sha 1 yilda. Mana shunda biz kuzatuvda olamiz. Kuzatuvga olganda biz juda ham kichkina maleyshik o'zgarish bo'lganda, sirasi o'sha joyni o'zida hal qila olamiz. Qaytara olamiz. Katta bo'lib ketib qolishdan oldin. Ha, misol uchun ko'pchilik polni tepa pastga mostni qo'ydirib, tishni aralatib qo'ydiradi-ku. Har xil kasalliklar bor. Misol uchun o'sha metabolizm bilan bog'liq, ovqat nima bilan bog'liq yoki milklardagi shamollashlar, parodontitlar, gingivitlar ko'rindimi, uni vaqtida davolatmadimi, milk qochadi. Milklar misol uchun qoniydi, u yoqqa o'sha infeksiya kirish boshlaydi, strukturalar buzilish boshlaydi, germetizm buziladi. Qo'shimcha tishlarda anaqalar ko'payib ketadi. O'sha koronka hammasi ulangan bo'lsa agar, bo'ldi, to butun sepochka uzilmaguncha turaveradi u. Sepochka uzilganda ko'rsizki, tamom, tegi bilan olib tashlash kerak. Mana ko'pchilik shunda muammo. Mana shunaqalar bizga ko'p keladi. Biz shularni nima qilamiz? Bittada olamiz, bir kunda. Bir kunda 10 ta 12 ta tishni bittada olamiz. Bitta. Yo'q, bitta emas. Hozir protokolda chiqib ketgan. Olon 4, olon 6 deydi. 6 ta yoki 8 ta yoki 4 ta pokazaniga qarab, joyiga qarab.
bitta tish olinadi, sразу 6 ta implant o'rnatiladi. O'sha kunning o'zida уже yoki skaner qilamiz yoki anaqa slepik. Bo'ldi, 3-4 kunda tish taqib yuboriladi. Sразу tish taqib. Moment. Hozir mana AI shunga kirib kelyapti. Sifrovoy narsalar. Mana yaqinda biz klinikaga skaner qo'ydik. Skaner dunyo oxirgi anaqasi hozirgi. Moment implant qo'ygan kunimiz o'zi skan qilib, даже bir kunning o'zida ham tish qo'ysa bo'ladi. Demak, u tekshiradi. U ko'pchilikda endi o'sha implant temiri baribir. Ustiga bir kishi reaksiya beradimi, bermaydi, o'shani bilib berar ekan demak. Yo'q, u ustiga konstruksiya qo'yishingizni qilib beradi. Mana implantingizni qo'ydingiz siz, uni ustiga tish qo'yishingiz kerak. Shuni tezlashtirib beradi. Anuchi sifrovoy. To'g'ri kelish, to'g'ri kelmasligicha, masalan, organizm qabul qiladi. Unga implantgacha qilasiz. Implant qo'ygungacha. Analizlar bu. Sahrga topshirtirasiz, 3 oylik sahrga, gepatit B, C ga, SPIDga, umumiy analiz qon tahlillarini ko'rasiz, oxirgi kasalliklarni, masalan, infarkt olganmi, insultmi, o'sha vrachdan xulosasini olasiz, 6 oy o'tgan bo'lishi kerak. Hammasini analiz qilasizki, 3D qilasiz rentgen. Hammasini. Ha, 3D qilasizda, suyagini qalinligi bor, zichligi bor, bo'yi, eni, hammasini ko'rganingizdan keyin uni operatsiyaga olasiz. Keldi, qo'ydi, ketdizga? Yo'q. Hammasi nima? Endi ko'pchilik bari O'zbekistonda qo'rqadi mana implantga. Endi bilan. Yo'q, noto'g'ri fikr. Ishoning, men shu sohaning ichidaman. Kelyaptimi hozir ko'p? Juda ko'p kelyapti emas. Ketma-ket turibdi. Navbat implantga navbat. Sababi mana 10 yil oldin biz tushuntirib, odamlarga to'g'ri yetkazib informatsiya, tushuntirish ishlari. Implant yaxshi, harakat qilsa, bemalol qo'yib, umringiz oxirigacha agar siz har 6 oyda kelib tursiz, xizmatingiz qiladi, pishiq narsa yondagi tishingizni aralatmaysiz, qolgan tishlaringizga must qilib ularni o'ldirmaysiz deb qiynalardik-da 10-15 yil oldin. O'zi odamlar hozir qo'ydiring, ishoning nima bo'ladi deng. 1 yil oldin qo'ydirgan odamlar keladi-da, bo'ldi, bu yog'imga ham qo'yib ber. Uje nima yo'q. So'rab surish nima yo'q. Uje infarkt nima oldimi, rezultat oldimi, bo'ldi. Chunki 5 yillik, 10 yillik rezultatlar hammada ko'pchilikda bor-da. Yaxshi rezultatlar, o'sha tinchigani odamlarni. Hadeb mustlar tushib ketaverishdan qiynalgan odamlarda, o'sha bu решение bergandan keyin odamlarda hozir anaqa oshgan, tibbiy madaniyat oshgan. Tibbiy madaniyat degan hamma ChatGPT'da. Hamma Google'dan so'raydi yoki qarindoshlaridan implant zarar emasligini o'sha dunyo isbotlab bo'linganda, zararli emasligini. Masalan, ko'pchilikda mif bor, rak olib keladi. Chirib ketadi. Shunaqa bor edi lekin. Suyakka birga olmaydi, baribir nima deydi, rus tilida чужой deydi. Чужой anaqa nima deydi? Bu как бы инородный тело. Rentgenda nima qiladi, birikmaydi, qanaqadir narsa chaqiradi. Bitta savolimiz ham anuchi, MSK tilida demak tushib bo'lmaydimi bu odamlar? Bemalol. Tushsa bo'ladi. Bu magnitga tortiladigan metal emas, titan. Titan ne magnitniy metal. Umuman tortilmaydi. Demak bemalol. Bemalol 99% titan bo'lgandan keyin u hech qanaqa magnitga tortilmaydi. MRTga tushadimi, MSKTga tushadimi, rentgen, umuman показания nima yo'q. Противопоказания yo'q. Demak bemalol. O'sha uchun hech qanaqa zararli nimasi yo'q, faqat chunki MSKda so'raydi-da, yuragingizga stent qo'yganmisiz, qo'ymaganmisiz deb so'raydi. Stent demak tortiladi. Bu tishlik tortilmasa bemalol tushib. Kardiostimulyatorlarda bor tortilish xususiyati. Masalan, kardiostimulyatorlar qo'yib yuradi bir xillar. Mana ularda tortilish xususiyati bor. Lekin implantda yo'q. Implantda yo'q. Tushunarli. Demak, tishi baribir endi hozirda yaxshilanib kelyapti bu narsa. Chunki mana Yevropada kuzatamiz, Rossiyada uni ham hozir kuchayib boryapti. Qanaqa kasallikni davolagandan ko'ra uni oldini olgan yaxshiroq, ya'ni profilaktik qilgan yaxshiroq deydi. Bitta stomatologiyada emas, qolgan kasalliklarda ham, masalan, qon topshirish yoki qanaqadir rentgenmi deydimi, yo o'pkasini tekshirib qo'yishmi, eng asosiysi prosta ko'p katta odamlar yuragini tekshirib qo'ygan deydi, masalan, qonini, yosh odamlar qonini tekshirib turish kerak. Gemoglobin qanaqa yuribdi, shunaqa yuribdi. Hozir sekin-sekin bizga kirib kelyapti shu narsa. 6 oyda bir marta qilib ketish. Bu asosiy yaxshi, lekin menimcha aynan ko'pchilikda muammo bo'layotgan narsasi aynan shu 6 oyda bir marta profilaktika qilmayotgan. Ham stomatologiyada ham xuddi shunaqa butun check-up, ya'ni check-up qilib yursa, anachalik keyinchalik unaqa katta muammolar olib kelinmaydi, to'g'rimi? Meni kuzatishimda oxir yillarda, mana shu oxir 5-6 yilda kuchaydi mana shu narsa. Odamlarda nima oshganiga, meditsinskiy urin oshganiga oilalarini, mana bolalarini o'zini oldindan zapiska yozilib yoki o'zimiz programmamizni yozib, ularni chaqirib chiskaga, masalan, har 6 oyda chiska qilib boshlanayotgan yoki o'sha
boshlanmoqchi bo'lgan oldindan narsalarni srazu joy-joyida hal qilib, u birinchidan nima bo'ladi? Arzon bo'ladi. Juda ham arzon, foydali, og'riqsiz, tez, sifatli, yaxshi, misol bemalol. Keyinchalik to'satdan bosh og'rig'i bo'lmaydi. To'satdan og'riq endi tish o'zi aytishadi-yu, tish og'rig'i bilan quloq og'rig'iga umuman chidab bo'lmaydi deydi. O'tkazadi ko'pchilik. Shunaqa. Boshdagi anaqa e'tibor berish. Nima bo'ladi deng? Boshida endi karies boshlanganda shirinlikka, issiqqa ozgina. Mana shu periodda o'tkazadi ko'pchilik. O'tkazgandan keyin sekin yana kuchayadi bu narsalar. Kuchayib boradi. O'sha sovuq, issiqqa, shirinlikka yana ham kisliklar kuchayadi. Oxir keyin kechqurun bitta uradi. Uje nerv ochgan bo'ladi-da. O'shanda pojar bo'ladi. Keyin o'sha ko'ziga ko'rinmay nima qiladi deng? Tishini oldiradi borib. Tushundingizmi? Og'riqda miyada shu narsa bor-da, odamda samosохранение. Qutulish. Na любой ценой deydi-ku. Qutulish. Qutul bu og'riqdan, bu miya sezmasa bo'ldi. Shunda qutul. O'sha uchun ko'pchilik tishni oldirib tashlaydi. Qo'rqadi, davolashga qo'rqadiganlar, boshqalar tishni oldirib tishsiz qolib ketadi. Oxiri nima? Implant qo'yamiz. Implant qo'yadi endi. Tushunarli. Juda ham zo'r suhbat bo'ldi. Endi keyingi qismga bar ulab ketaveramiz bu narsani. Ta'lim tizimi haqida, hozirgi ta'lim haqida. Endi siz paytiga oldin ta'limdan boshlasak, siz aytdingiz mana 2002-yilda litseyga kirishga kirdim, 2005-yilda tibbiyot akademiyasiga kirdim, stomatologiya yo'nalishi bo'yicha undan keyin magistratura o'qidim, dedingiz, to'g'rimi? Hozir endi davlat katta universitet bo'lgan endi hozirda, to'g'rimi? Endi hozirda imkoniyatlar juda ham ko'p. Ko'paygan. Men o'zim ham lishni ko'rdim. Variantli ko'paygan. Xususiy ta'lim, xususiy stomatologiyalar o'qishda maqsad aytaman. Universitetlar, xususiy stomatologiya universitetlar ko'paygan. Oldin bitta edi, to'g'rimi? Bitta. Toshkentda bor edi, Buxoroda bor edi, yana Samarqand yoki mana Qoraqalpog'iston filiallari bor. Filiallari, ha, shu Toshmini filiali edi ular. Bo'ldi. Ishoning bitta joyi biz 10 ta 11 kishi topshirganmiz. Mana bitta joy uchun 11 kishi, 12 kishi konkurensiyadan o'tib institutga kirganmiz. Kontrakt kirganingiz bu wow bo'lganda hozir. Ha, wow bo'lgan. Misol uchun men nima bo'lgan deng? O'zimcha o'qimayman degan. 1 yil tayyorlanamanda anaqaga kiraman. Grantga kiraman. Dadam aytgan yig'ishtirding. 1 yil umr, 1 yil nima? O'qitaman degan, o'qitgan. Xuddi shu gap bizda ham bo'lgan. Kontrakt kirganda shu dada desam, voy, kontraktni havas qiladigan, orzu qiladiganlar bor. Shunaqa o'chirib turganlar bor deysiz. O'chirib turadiganlar bor. Albatta. Qo'pol aytganda, jimmi turib o'qing degan turib aytiladi endi. Sizda ham ana shunaqa imkoniyat bo'lgan ekan. Endi hozirda endi nazariyalar ko'p. Ma'lumotlar juda ko'p. Oldin siz 2005-yilda ma'lumot topish kitobdan bo'lgan faqat. To'g'rimi? Kitob yo internet bor edi, o'sha butka bor edi bizda nimada? Internet kafe. Internet kafeda poisk berib, ko'pchilik lekin bar kitob. Referat qilib, mustaqil ishlarni o'shandan topib, izlanib, ko'psi kitob. Misol uchun bitta fandan esimda shu ortopedik stomatologiyadan rahmat domlamiz juda qattiq o'tardilar. Po'lat Ahmedovich 8 ta kitobi yozib qo'yib, yoyib qo'yib, o'shandan konspekt yoki anaqa tayyorlanardi, bu ishga tayyorlanardi. Informatsiyalar faqat kitobdan. U kitoblar ham nima edi deng? Angliskiy emas. Rossiyskiy, o'sha ruschadan nima qilingan. Lekin dunyo o'sha birinchi eng yaxshi nimalar ingliz tilida chiqadi. Bizning sohada ham. Birinchi eng o'sha yangilik birinchi ingliz tilida chop qilinadi yoki statyalar chiqadi, o'sha nimalarda. Hozirda talabalar hammasi endi doktor emas odamni doktor bo'lib ketyapti. Nima orqali? GPT orqali. GPTga qo'pol qilib aytganda tish og'rig'i bo'lsa, tishni rasmga olib turib, mana tishim shunaqa bo'ldi, nima bo'ldi, bitta aniq qilib bergan desa, ko'rib beradi, bari GPT ham aytadi. Bu diagnoz emas, stomatolog. Oxiri bari stomatolog bor deydi. GPT ham ko'proq o'sha yig'ilgan ma'lumotlardan saralab, analiz qilib, o'shani sizga maslahat sifatida, tavsiya sifatida beradi. Shunga ishonib ham lechina qilish ham to'g'ri. Qanaqa deb o'ylaysiz hozir? Oldingi o'qish bilan, masalan, o'sha internet kafeda, kitoblar orqali o'qish bilan hozirda xohlagan ma'lumotni internet orqali o'qishi qanaqa baholaysiz? Yaxshi baholayman, faqat tartib bilan. Misol uchun hozir informatsiya ko'pda. Masalan, musordan chetlashish kerak deysizda. Shunaqa filtr. To'g'ri yo'l yo'qotib qo'yish oson deb o'ylayman hozirgi kunda.
chunki informatsiya ko'p, undan bundan bu bir biriga protiv nimalar to'g'ri yo'nalishda filtr qilib ketma-ketlikda xudoni nimani to'ldirib borgancha nimani to'ldirib boradi-ku, javonni to'ldirib borgancha to'g'ri etapma-etap shu beginnerni qilib yaxshi olsa, shunda yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Uning uchun lekin maqsadni boshidan qo'yib, o'sha maqsadga qarab shu kerak menga, olishim kerak. Kerak menga shuni unga ustoz ham kerak deb o'ylayman. Ustoz bo'lgani yaxshi hamma sohada. Misol uchun o'qishga kirayotganda ham yo'l ko'rsatadigan insonlar bo'lsa yoki o'sha ta'limni beradi. Shu haqida bir gaplashmoqchi edim endi. O'qituvchini roli. Talabalar hozir juda ham ko'p. Juda ham ko'p. Lekin tajribali hozir shifokorlar aniq qilishimiz, qabul qilib aytishimiz kerak. Kam. Shifokorlarmi? Shifokorlar tajribali. Ko'p deysizmi? Juda ko'p. Faqat ular oladimi shogirdlikka? Chunki shogirdlikka olib turib, shogirdlikka olish bor, shogirdni olib turib mana siz o'qituvchi mana baribir shunaqa o'qituvchilar bor, o'rgata oladi, o'zinikini bera oladi. Ha, unisi ham bor. Tajribali shifokorlar bor, o'zi juda ham tajribali, lekin o'rgata olmaydi. U odam o'zidan, misol uchun bir xilli shuni yaxshi yetkazib bera olish bor. Bir xil shifokorlarda ham bizda ham yaxshi yetkazib bera oladi. To'g'ri mentorство qiladi, to'g'ri nastavnichество qiladi, yetkazib bera oladi-da. Yo'li ham to'g'ri beradi. Bir xil kuchli, juda ham kuchli, lekin yo'q, qobiliyat yo'q. U o'zidan xohlasa ham chiqara olmaydi. Uni qanaqa olish kerak? U uchun siz ozgina opit olib, bu yoqda to'g'ri nastavniklik qiladigan odamlardan to'g'ri opit olganingizdan keyin unga borsangiz, unda siz o'zi kerak o'zingiz tortib olasiz. Sokini olasiz o'zi. Tushundingizmi? Demak, bunaqasiga qilish kerak. Ha, bunaqasiga yurish kerak. Demak, o'qituvchi unga emas, o'quvchini o'zi, anaqani shogirdni o'zi shu qanaqa qilinadi, qiziqib o'zidan anaqa nima deydi, inisiativa qilib, demak, olurish kerak ekan deb. Shunaqa. Lekin baribir o'qituvchining roli juda katta. Bizda ham shunaqa. 100% dan necha foiz deysiz? O'qituvchimi? O'qituvchisiz shifokor bo'lganlar va ustoz shogird bilan shifokor bo'lganlar. Necha? 50 yillikdir balki. Men aniq bilmayman. Muvaffaqiyatga erishishcha. Muvaffaqiyatga erishish faktori ko'p. To'g'ri muhitda bo'lish. Mana muhitingiz ham juda katta narsa beradi. Muhit degan oldingizdagi odamlarni. Misol uchun o'sha qaysidir joyga borib siz shogird tushdingizmi, o'sha joydagi muhit. Yaxshi to'g'ri muhit bo'lsa, o'sishingiz, to'g'ri yo'l olishingiz tez bo'ladi. Misol uchun anaqani ham o'rgandingku, noto'g'ri qilayotganini ham, noto'g'ri nimani ham o'rgansangiz, siz xatolardan oldini olasiz-da. O'sha ham bitta saboq bo'ladi. Masalan, bir xilla borishi mumkin, yaxshi joy emas, yaxshi o'rgana olmadim. U ham naborot foyda. U ham siz qanaqadir tajriba olgansiz, to'g'rilab olasiz. Shogird necha foiz olishi, misol uchun kim anaqa o'zidan deb o'ylayman, insonni o'zidan. Agar yaxshi tarbiyalangan bola bo'lsa, xulq atvori, bilimi, ilmi joyda bo'lsa, tez yo'l topib 70-80% ham ustoz o'zidan olib tez ko'tarila oladi deb o'ylayman. Sabablar ko'pda, mas'uliyat, misol uchun shogirdlar o'zida ham ko'psida bor, mas'uliyat kam. Vaqtida kelmaydi, vaqtida nima bermagandan keyin. Ham dolzarb mavzu bo'lsa kerak shu narsa. Juda. Men o'sha uchun ham qattiq turaman. Demak, shogirdlaringiz bor hozir. Shogird bor, ha? Shogirdlar bor. O'zim shogirdlaringizga demak, vaqtida kelishmasa, o'sha bilasiz o'zingiz qanaqadir nima deydi, o'ziga yozib qo'ydim deydi o'sha narsani. Yig'iladi bu. Misol uchun men 3 marta anaqa berishim mumkin, imkoniyat. Qaysi ma'noda? Bitta kelib ketishda emas, ko'p narsalar umumiy yig'ilib, ogohlantirishlar soni 3 marta bo'ladi. Shunaqa. Ogohlantirishni masalan umumiy qilib turib ham bersangiz bo'ladi. Vaqtida kelmayapsan, nima xatolar qilding, davay o'rgan, yana yig'iladi-da, yig'ilib. Bu nimaga? Buni ham aytaman sirazi. Bu nimaga? Biza tibbiy odamlar sog'lig'i bilan shug'ullanadigan mutaxassislarda, agar u siz tayyorlayotgan shogirdda mas'uliyat bo'lmasa, qunt bo'lmasa, fokus bo'lmasa joyida, ilm olishga intilish bo'lmasa, ertaga sizdan chiqib ketib, u misol uchun ustozdan chiqib ketib, sizga rahmat emas, la'nat olib keladi deydi. Mana shu yomon narsa-da, bu dunyoda emas, u dunyoda misol uchunda bu zarar narsa. O'sha uchun men aytaman, o'rganinglar yaxshi, pishgandan keyin, misol shogirdlar pishgandan keyin duosini berib chiqarib yuborishimiz mumkin. Men bir xildan siraz boshdan ham haydab o'rganman. O'sha birinchi
seziladi, shunaqa. bilinadigan paytda. Sababi zarar yetkazmasin. Zarar yetkazmasin. Bitta o'sha siz mana o'zingiz bilaman, tajribaga ishongan holda o'zingiz bilasiz-ku, mana bu odam muhitni o'zgartirib yuboradi degan fikr Bor. Muhit o'zgartirib yuboradi, shuning uchun undan ko'ra muhit buzilmasdan san boshqa joyga. To'g'ri, yo'l anaqa qilib. U ham to'g'ri narsa. Yo'l ko'rsatish ham to'g'ri narsa. To'g'ri tushuntirib, gрамотный. Shu diplomatический deydi. Hozirda mana o'qiyotganda mana siz qanaqa qilib tayyorlanib kirgansiz o'qishga? Juda qattiq. Litseyda tayyorlanganmisiz yo qanaqadir repetitorga borganmisiz? Repetitor ham, litsey ham bo'lgan. Qaysi ma'noda ko'proq o'zim tayyorlanganman. Bizda bitta zo'r narsa bo'lgan. Mana litseyga kirganmiz, maktab bilim bilan. Aslida 3 bahoni nimasi bor? Maktabga 5 olib yurasiz. Litseyda 3 ga 2 ga tengda ilmingiz. Shunchalik bizda qattiq filtratsiya qilishganda, shu baholarni 3 larga qo'yib tashlashgan domlalar, to'g'ri zo'rg'a qo'yishgan. Sallam biliming shu darajada, haqiqatan ham shunaqada, bo'sh bo'lgan bilim. Litseyda уже kuchaytirish boshlaganmiz. Filtr yaxshi bo'lganki, birinchi, masalan, men 106-gruppaga kirganman. Litseyda. Bu degani oxiri mana 102, 103 lar bular yaxshi, Adaryonni bilimi yaxshiroq, ball yaxshiroq olgan deb o'ylab, filtr uchun qilingan. A'lochi guruhlar. O'sha paytda aytishgan. Agar yaxshi o'qisanglar, ikkinchi kursdan sizlar 202 yoki 203 yoki 201-gruppaga, 202 edi, mana 201 yevro edi. O'shanga o'tasanlar. Mana shu motivatsiya bo'lgan misol uchun men uchun. Demak, iqtidorli sinfga o'taman baribir. Shunaqa, iqtidorli gruppaga o'taman. Harakat qilganman, 202 ga o'tganman. Bu litsey paytda. Litsey paytda. Mana o'shanda sezganman farqini. Farqini sezganmisiz? Uje atrofingizda sizdan kuchli bolalar bor. Mana yaxshini, yomon yaxshisi bo'lgandan ko'ra, yaxshini yomoni bo'l deydi. Ya'ni yomon nima deydi buni? Anaqa o'zingdan pastlardan ko'ra desak, anaqa bo'lib qoladi, diskriminatsiya bo'lib qoladi. O'zingdan sal bilimi pastlardan yurganingdan ko'ra o'zing biliming past bo'lib, bilimlilar bilan bir yurganing yaxshiroq deydi. Ko'tarilasiz. O'shunga qarab ketadi. Shunaqa. Men o'shanda sezganman. Men 106-gruppada pastda o'qiganimda, yaxshi edi, men nima qilish emas, bilinardi baribir. Domlalari ham mana sifati nisbatan uje bu yo'nga o'tganingizdan keyin Adaryonni bolalar ko'p, domlalar urg'uni boshqacha gaplashadi, boshqacha tilda chala beradi. Mana o'sha paytda bizda biologiyani o'qitgan, mana biologiya odamlarni o'qitgan Nila Abdullayeva degan ayol, tatarka ayol edi. Juda katta naq qilgandi shu ayol. Men kitobni suv qilib yodlab olganman shuni qo'l. Ishoning, qaysi betida qaysi nima borligigacha yodlab olardik biz. Shunchalik. Chunki diskussiya kuchli bo'lar. Соперничество, savol-javob. Misol uchun o'sha botanikami, biologiyami, zoologiyami, boshqa narsa hammasini o'sha ichiga kirib, shu ayolni deb misol uchun menda qiziqish. Biologiyada men tayyorlanmaganman. 30 ta ichganman lekin. Demak, litseyi bu litsey nimasi bilan, shunaqa qo'shimcha misol uchun yo'nalish olgan bo'lishim mumkin. Ximiyadan ham qo'shimcha yo'nalish olganman. Misol repetitorga borib ozgina направление olgan bo'lishim mumkin. Asosiy bilim litseyki. Shu litseyda qayta o'qish, keyin o'zim xonada tayyorlanib. Hozirgi davrdagi masalan ko'p imkoniyatlar bor, masalan, to'g'rimi? Shu yerdan turib, masalan, chetda universitetlarini masalan malaka oshirsa bo'ladi. Onlayn o'qisa bo'ladi. Ularga qanaqa qaraysiz masalan? Undan tashqari o'zimizda ham onlayn o'qishlariga. Men hozir yaxshi qarayman shu narsalarga. Chunki bizda davrda bunaqa emas, kuchli emas edi. Integratsiya, hozir integratsiya juda kuchli. Men hozir bolalardan so'rayman, keladigan bolalar. Uje dokument topshirdim, Germaniyaga ketaman 2 haftadan keyin. Nimaga kirdim? Westminsterga kirdim, deyapti. O'qimadim. Hozir Germaniyaga anaqa kirdim. O'sha yoqqa ketyapman. Bizda o'qishga kirish qanaqa prioritet bir narsa edi o'sha paytda. Hozir oddiy hol, kirgan institutlar, masalan, Toshkentda kirgan turib, yo'q, buni ko'ryapti, prioritet emas bu o'sha. Hozir bundan ham zo'ri bor. U yoqqa kiraman. Kelajak u yoqda ko'raman yoki bo'lmasam yaxshi nimalarni u yoqda olaman, qaytib kelaman yoki bu yoqda yana o'stiraman. Endi malaka oshirishingiz haqida gaplashaylik. Endi ko'p davlatlar malaka oshirgan ekansiz. Qanaqa bo'lgan o'sha malaka oshirishlaringiz? Yaxshi bo'lgan. Qanaqa davlatlarda bo'lgan? Birinchi Portugaliyaga borganmiz. Lissabonga. Lissabonga borganmiz. Birinchi 2017. Qanaqa tajribalar bo'lgan? Juda kuchli, zo'r tajribalar. Live operatsiyalar ko'rsatgan, живой anaqalarni o'zimiz qo'lda implant bo'yicha bo'lganmi endi bular? Implantatsiya ko'st narashinalar bo'yicha bo'lgan.
3ta professor o'tgan. Xo'p, Amerikadan kelgani bor ikkitasi, bittasi Misrdan. Bular komanda. Komanda bo'lib shu 20 kishini 3 kun davomida, 2-3 kun davomida nasishni o'qitgan. Mana shu narsa meni ko'p narsaga o'zgartirgan. Ularning podxodi, misol uchun o'sha yangilik ko'rgan ekansizda, demak boshqacha ishga munosabati, muammoni hal qilishi, tez qilishi, nima deydi, ilmiy asoslanganligi, ilmiy asoslangan ingliz tilida misol uchun. Har bitta narsani asosi bor. Ilmi bor tegida. O'sha bo'yicha qilish, ketma-ket protokol bo'yicha to'g'ri qilish, qanaqa rezultatga olib chiqadi. Oldindan rejalashtirilgan narsani realizatsiya qilib borish qanchalik yaxshiligini o'shalardan o'rganganman. Shundan keyin men dunyoqarashim ancha o'zgargan. 100% menimcha. Endi aynan shunaqa malaka oshirishlar chetda qilish uchun ko'p bo'lgan bizda. Chetda qilish uchun, chetda imkoniyat olish uchun hozir mana kuzatuvchilarimizga qanaqa tavsiyalar bor? Qanaqa qilib biz chetda mana hozir stomatologiyani bitirganlar bo'lishi mumkin, yoki stomatologiya bitirib turib shunaqa chetda malaka oshiraman deydigan bo'lishi mumkin. Qanaqa o'zi protsesslari qanaqa bo'ladi o'zi? Nima qilish kerak buni? Yana bitta narsa aytaman. Hozir Toshkent, O'zbekiston kam emas. Hozir kunda chetga chiqish ham deyarli uncha nima emasda. Borish kerak. Qachon borish kerak? Определенный уровеньga chiqqandan keyin mana уже ilmi bor, bilim bor, qaysidir joylarni ola olmayapti. Mana o'sha paytda borib kelsa bo'ladi. Qo'shimchasi. Borib kelish uchun nima qilish kerak? Borib kelish uchun oddiy kurslar bor, gruppalar bor. Bir qiziqadi, zaifga topshiradi, suhbatlar bo'lishi mumkin, suhbatlaridan o'tib. Yo'q, har xil. Misol uchun uyushtiriladi o'zi ham, o'zimizkilar ham uyushtiradi, chetga kurslar uyushtiradi, o'shalarga qo'shilib boriladi yoki o'sha chetdagilar o'zi uyushtiradi, o'sha gruppalarga qo'shilib borsa bo'ladi. Nimaga anaqa aytmoqchiman? Toshkentda ham, hozir O'zbekistonda ham o'sha implantatsiya bo'yicha ham, ortopediya, ya'ni vinirlar bo'yicha, qo'shimcha ishlar bo'yicha o'sha Italiyadan, Germaniyadan yoki Amerikadan qolishadigan umuman joyimiz yo'q. Uровень ko'tarilib ketgan. Nima qilib bizga kelishyapti deydi. Shunaqa. Men ishonmadim, qaysi ma'noda. Mana Germaniyadan bizga patsientlar keladi. Izraeldan keladi, Isroildan, Britaniyadan keladi, Amerikadan keladi. Qilingan ishlarni ko'raman. Bizani ishlachi 10 barobar zo'r. Ishoning. Zo'rda bizda konkurensiya. 10 barobar zo'r ishlar sifati. Gap maqtanishda emas. O'qishlarda ham bizda ham, Toshkentda ham juda kuchli spikerlar, juda kuchli mutaxassislar bor bizda ham. Mana yoshlar, mana o'zim tengilar, o'zimdan kichkinalar. O'sha inglizini yaxshi biladi, qo'shimcha kurslari bor yaxshi, bilimi zo'r, navikasi zo'r. Zo'r narsalar qilinyapti. Juda zo'r. Men hech, misol uchun 15 yil oldin balki shunaqa edik nisbatan. Lekin hozir men hech anaqa demayman. Bitta anaqani post o'qib qoldim o'z internetda. Bir hindlar yozgan ekan, bu O'zbekistonda unaqa bo'lmaydi, unaqa bir o'qidingizmi, o'qimadingizmi? O'qidim. Anaqa bo'yicha, institut bo'yicha aytishgan. Institut sifati past, o'qish sifati past, qo'shimcha dars o'tilmaydi yoki o'qish sifati nisbatan nimadirlar. To'g'risi men uni ichini bilmayman. Ko'p narsa odam o'ziga ham bog'liq deb o'ylayman. Talab qilib, misol uchun, olsangiz yoki harakat qilsangiz, sistema haqida bir narsa deyishim qiyin. Tushunarli. Endi hozirgi davrdagi eng dolzarb mavzu. Sun'iy intellekt. Endi rusumda искусственный intellekt deydi. Aynan hozirgi shifokorlik turib umumiy aytmaymiz. Siz tomonidan so'raydigan narsa stomatologiya bilan qanaqa bo'ladi? Mana bir aytib o'tdingiz, aynan shu implantatsiya bo'yicha искусственный intellekt hammasini qilib beryapti, yordam beryapti deb to'g'rimi? Aynan hozirgi imkoniyatlarimiz искусственный intellekt bilan qanaqa va kelajakda qanaqa bo'lishi mumkin? O'sha haqida gaplashaylik hozir. Zo'r savol. Men ishonaman, zo'r bo'ladi. Yana bundan ham. Hozir o'zida ham zo'r. Sababi искусственный intellekt bu yordamchi. Buni boshqarish vrachga bog'liq. Bizda sohamizda endi qolgan sohalarda ham shunaqa ishlayapti. Misol uchun videografiya, marketinglarda ham sun'iy intellekt bemalol qilib beryapti, ko'ryapman programmalarda. Bizda ham xuddi shunaqa. Programma обеспечениyaga qo'shilgan искусственный intellekt. Rengendan boshlab. Misol uchun rengen qilamiz tishni. O'sha o'zida ham искусственный intellekt bor, nima deydi? Bu joyda karies bo'lishi mumkin. Bu joyda shamollash bor deb ko'rsatadi. Uni yana ham qanchalik darajasi boshqani u vrachchi tavsiya nimasi? U tavsiya beradi. Искусственный intellekt yana bizda hozir skanerlar chiqqan yoki programmalar bor shunaqa.
ular kelajakka proyektni qilib beradi, taxminiy. Misol uchun, tish qo'ymoqchisiz, tishingizni formalaridan, prikusdan holatlarni hammasini taxminan qilib beradi. Deyarli yaqin qilib beradi. Sizga как shablon. Korreksiyasini siz qilasiz. Shifokor qiladi ba'zi. Demak, iskusiy intellekt shifokorlarni ishini olib qo'yadi emas, shifokorlar bu narsa iskusiy intellektdan foydalanishadi bu narsani. Ya'ni sifatni yaxshilash uchun. Sifatda tezlik oshadi, aniqlik oshadi. Mana bemorlarda hozir nima bo'lyapti? Tez sifatli tiklash, reabilitatsiya. Shunaqa. Tishsiz kelyapti, vaqt, timing ketyapti hozir. Kelyapti, birinchi kunni o'zida implantga o'sha kunni o'zida protezirni qilib ber. U uchun iskusiy intellekt sizga programmada o'zingiz yordamingizda kelishdi. Hamma narsani qilib beryapti, deyarli. Faqat o'sha to'g'ri ishlatishni bilishingiz kerak, qanchalik yaqinligini aniqlashingiz kerak va o'shani joriy qilish tez, momentalniy. Oldingidek, misol uchun qolib jo'nat, bir hafta, 10 kun kut, u narsalar kamayib boryapti, sakrashat qilyapti. Pechatlar chiqyapti. Iskusiy intellekt misol uchun, printer pechatlar, skanlar tezlashib ketyapti-da hozir. O'sha kunni o'zida даже bemorni qiynamasdan, og'ziga narsalar ложкаlar tiqmasdan skanerda qilib turib printerga, programmaga berib yuborasiz. Programma qo'lda qilishdan oldin shu iskusiy intellekt o'zi robotlarni o'zi chiroqli 3D pechat. 3D pechat bilan-da. 3D pechatga o'tganmiz. 3D pechat oldin qo'lda qilinadigan, hozir ham bor qo'lda qilinadigan analogiy ishlaydi. Bu qo'shimchaga kuchayib boryapti. Sifrovizatsiya deydi. Va tezlik yuqori. Tezlik yuqori. Endi unda ham kamchiliklari bor. Lekin odam to'g'rilaydi. Ha, kamchiliklari bor. U уже to'ldirib kuchayib boryapti-da. Tushunarli. Aynan bitta post ko'rib qo'ygan edim. Qaranglar dedi, rengenni qo'ygan, o'pkani rengenni qo'ygan. Endi o'pkali bor ekan bu, onkologiyasi bor ekan. O'sha narsani faqat onkologlar ko'rardi bu narsani. Endi sizlarga iskusiy intellekt topib bergan narsani qilib beraman deb iskusiy intellekt qo'yib bergan. Iskusiy intellekt aytgan, mana shu joylarda o'pkali bor deb aytgan. Endi doktor olib kelishgan. Endi qani aytib berchi, qanaqa joylarda qilgan? Ani iskusiy intellekt ko'rgan orqali ko'rgan odam ko'rsatib bergan joyi bilan doktor ko'rsatgan joyi 99% bir xil. Hayron qoldim. Mana bo'lar ekan, mana iskusiy intellekt juda ham yaxshi yo'lda ishlatilsa, iskusiy intellekt mana ishlatilsa juda ham tezlashtirar ekan-da bu narsani, ya'ni sohani rivojlantirib, nima deydi, raketa darajasida uchirib yuboradigan darajada, demak, rivojlanib ketyapti ekan hozir degan. Shunaqa. Biz ham xuddi shu narsa ishlatyapmiz. Sifrovizatsiya kuchayib boryapti. Iskusiy intellekt qo'shilgan hamma programmalarda. To'g'ri foydalansa, demak, to'g'ri foydalansangiz tezlashadi, vaqtingizni qisqartiradi, aniqlikni oshiradi. Misol uchun chelaktiv faktor bor. Unda yo'q. Yo'q, unda to'g'ri. Ha, unda chelaktiv charchamaydi. Ha. Mana shu narsada sizga yordamchi. Sizga yo'naltiruvchi bo'ladi. Faqat lekin oxirgi nimani siz qilasiz baribir. Oxirgi baribir o'zingiz olasiz. Atvestenisi, rezultatni oxirini siz olasiz. O'sha ular risklarini o'zingizga baribir. Tushunarli. Endi kelajakda endi bar AI mana shuni iskusiy intellekt, sun'iy intellektni hamma ishlatadi dedik. O'zingiz qanaqa qaraysiz O'zbekistonda yoki o'zingizni masalan shifoxonangiz bor masalan. O'zingiznikida iskusiy intellektni ya'ni keyinchalik ishlatishga. Hozirda ishlatyapmiz-ku biz. Demak, hozirda? Ha, hozirda ishlatyapmiz. Bundan keyin yana ham kuchayib boradi. Sababini aytaman. Sababi borgan sari sezayotgan bo'lsangiz, vaqtlar qisqarib boryapti. Odamning vaqti cheksiz emas. Misol uchun hayot tezlashib ketyapti. Oldin ham tez, hozir undan ham tezlashgan. Biza ko'proq fokusi o'sha qilayotgan ishimiz yana ham zo'r qilishga harakat qilishimiz kerak. Bizdan ana vaqtimizni olib qo'yadigan narsalarni topshirish kerak. Iskusiy intellektga, avtomatizatsiyaga. Oxirgi verdikt, oxirgi ответственный, ya'ni mas'uliyatli ishlarda demak baribir uni o'zi qiladi, anaqani oxirgi qarorlarni qilishi sog'lik bilan bog'liq. Lekin mana bu operasionka deydi bizda. Bemorlarga SMS-lar yuborishi, boshqalarni ham o'sha ularni rutinani ham berib yuborish kerak. Shunaqa qilsangiz, siz naborat yana ham o'sasiz shaxs sifatida. Bu yordamchi. Bu o'ylashimcha yana ham tezlashadi. Sababini ham aytaman. Даже implant qo'yishga ham aralashish nimasini oxirgisini bari vrach qiladi-yu, aniqligini iskusiy intellektda qilinayapti sekin-sekin. Mana implant qo'yishi ham. Aniqligi qanaqa? Aniqligi doli mikrongacha aniqroq qo'yishi pozitsiyada implantni. To'g'ri pozitsiyada odam ilg'amaydigan darajada ekan-da bu narsa, to'g'ri. Shu narsani o'sha iskusiy intellekt sifrovizatsiya bilan qo'shilib
datchiklar yordamida aniq o'sha pozitsiyaga o'zi yo'lini ko'rsatadi. Mana o'sha joyni o'ziga aytaman, shunchalik aniqlikda o'rnatishi mana искусственный интеллект qilib beryapti. Tushunarli. Qo'shimcha, как робот sifatida. Sardor aka qarang. O'zingiz tasavvur qilaylik. 16-17 yoshingizda litseyda o'qib yurgan paytingiz bo'ladimi shu? 2002-yil 15 yosh bo'lgan bo'lsam, ha. Mana oldingizda, mana shu yerda oldimizda 16-17 yosh o'zingiz o'tiribsiz. Hmm. Qanaqa tavsiya berib, qanaqa nima deydi, mana shunaqa qilgin degan maslahat berardingiz o'zingizga o'zingiz? Xo'p. Bu narsa nimaga? Chunki biz kuzatuvchilarimiz uchun juda ham qiziq. Chunki hozir stomatolog bo'laman deganlar bizda juda ham ko'p. Aynan o'shalarga juda ham asqotadi shu gapingiz. Birinchi maslahatim tilni yana ham kuchliroq o'rgandirdim. O'sha paytdagi vaqtingni behuda sarflamasdan fokusing to'g'rilab, yana ham o'sha til bo'yicha ko'proq ishla degan bo'lardim. Bitta shu tavsiyam. Qolganlarga deyarli xudo xolisa, Xudoga shukr erishganman-ku. O'qishlarimda boshqasida mutaxassis sifatida tilni chuqurroq o'sha paytda o'zidan. Chunki keyinchalik men institutga kirib, institut bitirib yurganimda kurslarga borib bu narsani ola olmaganman. 3 oy, 6 oy, 2 oy ishdan uzilib emas, oila qurib emas. Imini o'sha payt yoshlikda. Imini yoshlikda qilish kerak mana shu narsani. Menimcha sizga 16-17 yosh paytingizda o'zi sizga maslahat beradigan shu otangiz bo'lgan, chunki ular ham как kumiriz bo'lgan, anaqa bo'lganligi uchun, chunki hozir o'zida mana faqat til bilish deb aytasiz, demak qolganini demak otangiz vaqtida shunaqa. Asosiy narsa baribir yo'nalish topib olishdi, baribir to'g'rimi? Yo'nalish. Mana o'sha narsani hozirgi yoshlarga maslahatim, siz aniq qiling. Xohishingizni, qaysi yo'nalishda borishingizni, nima mutaxassis bo'lishingizni. Umr tez qisqa. 20-25 yosh уже kechikib qolasiz. O'qishda o'sha 16-17 yosh важныйda institutga kirib yo'l topishingiz uchun. Undan keyin уже qiynalib yosh o'tib yo'l yo'qotib qo'yish oson. Misol uchun bitta sohani yaxshi ushlab mutaxassis bo'lsangiz, o'sishingiz tezroq bo'ladi-da. Fokus ham bitta bo'ladi. Fokus bitta bo'ladi. Siz 5-6 xil narsani, misol uchun SMM bo'laman, web dizayner bo'laman, u bo'laman, bu bo'laman, to'g'ri, hammasi yaxshi, IT ni uraman, uni qilaman. O'rganish zarar emas. Lekin asosiy fokusdagi sizni o'sha marjangizni nimangizni ko'tarib beradigan bitta yo'nalish bo'lsa, 45-50 yoshgacha odamning anaqa resursida, misol uchun. Tez o'sishingiz uchun, tez o'zingizga oyoq qo'yishingiz uchun yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Oxirgi savolimiz, ikkitalik qo'shma savol bu. Hozirgi talabalar, ya'ni stomatologga kirgan talabalarga va stomatolog bo'lmoqchi bo'lgan abituriyentlarimizga 3 ta tavsiya qiladigan kitobingiz va 3 ta eng kerakli maslahatingiz qanaqa? Talabalarga o'sha kirib bo'lganga kirmoqchi bo'lganga, kirmoqchi bo'lganga. Chunki talabalar endi ular izlanadi, siz aytganingizdek, yana nima qilsam bo'ladi? Mana siz mana podkastimizga ko'rganingizdan keyin nima qilsam bo'ladi, o'sishim uchun nima ta'sir qiladi, hammasini o'zi bilgan shunaqa odamlarga 3 ta tavsiyangiz va 3 ta agar iloji bo'lsa 3 ta kitobingiz shunaqa o'sish uchun. Qarang, anaqaga kiradigan bo'lsa, birinchi hali maktabda-ku. Birinchi aniq abituriyent bo'lsa, eng asosiysi ximiya, biologiya, ona tili, tili. Misol uchun ona tilida o'tamiz, til. 3 ta eng yaxshi narsa aniq falan yaxshi bilish. Ya'ni biologiyani institutga kirishi asosiy zalog bizda nimasida tibbiy yo'nalishga kirishingizni asosiy omili, kaliti biologiya, kimyo, ona tili adabiyot va angliskiy. Til 4 ta narsa. Men shuni tavsiya qilaman. Shuni kuchli o'qib, tayyor bo'lib kirishi. Agar niyat nima bo'lsa, otangiz xohlagan, onangiz xohlagani uchun kirishingiz kerak emas tibbiyot sohasiga. Eng katta muammodir bu narsa. Misol uchun kimdir xohladi, siz majbur, siz umuman bu sohaga qiziqmaysiz, lekin ularni xohish uchun siz institutga kirishingiz yoki shifokor bo'lishingiz. Sizga mana ertalab turganda yonaman dedingiz-ku, ish uchun ular yonmaydi-da. O'sha demotivatsiya bo'ladi. Birinchidan, tez so'nib, ertaga misol institut bitirib doktor bo'ladi ular. Lekin
karyera rost yo'q. Chiqib ketganlar ham bor bizdan даже. Mana yo'nalishni o'zgartirganlar. yo'nalish o'zgartirganlar ham bor. Institutga kirib, yo'nalish o'zgartirganlar ham. Hozir gaplashsam yaqinda ko'paygan deydi. Mana biz misol uchun 50 ta tugatgan bo'lsak, 10 tasimi boshqa yo'nalishga o'tib ketgan. Tushundingizmi? Bu nimadan? Yo'nalishni to'g'ri topolmagan. To'g'ri topolmaganlarga yoki uydagilari men xohladim sen doktor bo'lishingni, men xohladim sen niyat qilgandim, sen shuni bo'lgin. Lekin u bolani joyi emas-da. U umuman boshqa joyda uni anaqasi, karyerasi. Shuni tavsiya qilaman uchta. Stomatolog bo'lganlarga bazaviy stomatologni yaxshi o'rganish. Asosini yaxshi o'rganish. Yuqorganda ham eng asosiysi asos bor, fundament bo'ladi, fundament yaxshi yechish. Asosiy fanlarni bari 2-kursgacha o'tiradi. Undan keyingisi o'sha asosiy fanlar. Masalan, nimaga yurishiga qarab. Yo'nalishi, misol uchun umumiy stomatolog bo'laman desa, ortopediya kitoblar juda ko'p. Hozir современный kitoblar juda ko'p. Asosiy. Oson narsa, misol uchun mana Coin degan kitob bor bizda. Terapevt stomatologiya. Pulpitlarni davolashga yoki bazaviy kitob. Coin. Demak, o'shani o'rganish kerak bo'lgan kitob. Ha, misol uchun endodont bo'laman desa, endodontist deydi, o'sha kanallarni davolash bo'yicha. Mana o'sha bazaviy kitob. Kitoblar juda ko'p, bazaviy kitob. Ortopediya bo'yicha bor. Eng asosiysi baribir asosini baribir to'g'rilab olish kerak va fundamentini oldin to'g'ri chiroyli qilib qo'yib, ustiga keyin qilsa talaba bo'lgan nimalar tez, ya'ni nima deydi? Birinchi kursdan keladi menga. Ish o'rganing. O'qigin deyman. Tushundingizmi? Ish o'rgansang keyin o'qishga vaqting qolmay qoladi. Kasha bo'ladi. Bular ish o'rganaman deydi yoki bo'lmasam vaqt fokusi bu yoqqa ketib qoladi-da. Asosiy bilimlar qolib ketadi. Men aytaman shu 3-kursgacha yaxshi o'qinglar. 3-kursda ham o'qish kerak. 3-kursdan keyin sekin ozgina уже shogirdlikka tushib, qo'shimchani ham kuchaytirib, praktikada ko'rganini o'qish bilan qo'shib, integratsiya qilsa, tezroq ustozdan to'g'ri направление olsa, fokusini ko'radi. Ha, buni bu joyda o'qiganman. Ha, demak bunaqa. Bo'ldi, yoki bilmadi, ustozdan so'raydi. Ustoz, misol uchun mana bu holatda kitobda mana bunaqa qanaqa qilsak yaxshi nima rezultat beradi. Hozirda ko'p anaqada endi odamlardan so'rasa, kimyo biologiyani nima uchun o'rganyapsan desa, o'qishga kirish uchun deb aytishadi ko'pchilik. Noto'g'ri-da. Menimcha eng noto'g'ri narsa ham shu. Majburlikdan qilish kerak emas. Bu noto'g'ri. Bu aytgan narsam qiziqish narsaga sen bu narsani o'qishga kirish uchun emas, yetuk shifokor bo'lish uchun, bu yo'nalishni o'zini ishini ustasi bo'lish uchun dedi. Niyati boshdan maqsadi, boshida aytganingizdek shunaqa maqsadi to'g'ri bo'lsa, maqsad to'g'rilab olish kerak. Maqsad to'g'rilash kerak. Maqsad to'g'rilab, fokusni to'g'rilab, yosh o'sha yosh kattalardan maslahat so'rash kerak. Hozir zamon rivojlangan. Hozir 16-17 yosh bo'lsa juda kuchli rivojlangan bolalarda hozir. Kattalardek o'ylaydi. Lekin ularni yo'lga soladigan ota-onalari yo qarindosh urug'laridan uyalmasdan so'rash kerak. Tortinmasdan yosh kattalardan so'rash, o'rganish kerak. Borda ko'pchilikda tortinadi yoki g'urur bor yoki iymanadi, boshqa qiladi, so'rash kerak. Siz shu yo'lni bosib o'tgansiz. Qanaqa siz maslahat berasiz, qaysi xatolarga yo'l qo'ymasligimni, tezroq anaqa qilishimni, nimani to'g'rilab olishimni, fokusimni to'g'rilab olishimni, qaysi yo'nalishda ketma-ketlikda ketishimni, qolgan narsalarga misol 2-3 yillab umrimni prosta ketkazmasligimni desa, yosh kattalar yoki o'sha sohadagi insonlar yoniga olib misol uchun o'rgatadi. Shunaqa. U odamga kerak emas bu. So'rasang o'zing yutasan, so'ramasang o'zing yutqizasan. Ha, so'ragan olim deydi, so'ramagan o'zingiz zolim. O'sha uchun o'rganish kerak, so'rash kerak. Sardor aka, rahmat shuncha vaqtingizni ajratganingiz uchun. Juda ham maroqli suhbat bo'lib o'tdi. Xudo xolasa bu suhbatimizni yakun yasaymiz. Xudo xolasa biz kuzatib boruvchilarimizni aynan Atomika podkastimizda keyingi sonlarida yangi mehmonlarimiz bilan aynan dolzarb mavzular to'g'risida gaplashishimiz bo'yicha sizlarni kutib qolamiz. Sardor aka, rahmat katta yana bir marta. Salomat bo'ling. Charchamang.